Avvalambor, bu nafas siqishi bir xilda fiziologik va patologik holatlarda kuzatilishi mumkin. Misol, siz ko'pchilikning orasiga kirdingiz, gavjumdoydasiz, bozorda, magazinda yoki mehmonga kirdingiz. To'satdan sizda nafas qisishsa, havo yetishmaslik qilsa paydo bo'ldi. Xo'sh, bu nimadan? Siz nima muammoni qidirishingiz kerak? Fiziologik bu haddan tashqari birdan hayajonlanish, stress holatiga tushish yoki qattiq qandaydir his-hayajon orqasidan bu holatga tushishingiz mumkin. Albatta, nafas siqishi hech qanday o'pka tomonidan tekshirilganda muammolar aniqlanmaydi. Yurakni qisqa muddatli urib ketishi va qisqa muddatli qon bosimidan keyin bemor o'ziga kelib tinchlangandan keyin bu holat o'tib ketadi. Nafas siqishni qaysi kasalliklar bilan biz uni ajratib olishimiz kerak? Avvalambor, bu eng jiddiy o'pka kasalliklariga chalingan bemorlar. Bu yerda bronxial astma yoki surunkali o'pka bronx kasalliklari kabi bemorlarda nafas siqish alomatlari kuzatiladi.